Assalomu alaykum. Bugun Seuldan Pusanga qarab yo'l oldim. Bitta o'zim sayohatga. Xudo xolasa, o'sha yerda bitta aka bilan ko'rishmoqchiman. Shu bilan ko'rishib, keyin Pusanda hozir Honda degan joyida bunaqa nima edi, Egiptdagi piramidalar, shunaqa shunga o'xshagan qumdan yasalgan haykallarni yasab tashlabdi. Cho'tka qilib. Hozir borib, obzor qilib ko'rsataman. Oxirigacha ko'ringlar. Mana hozir poyezdga turib oldim hozir. Juda qiziqarli bo'ladi hozir. Вообще siqilib qoldim. Shunda vokzalga kelib bilet olmoqchiman Pusanga. Ko'rsam уже bilet tugabdi. Umuman yo'q. Keyin o'sha yerda xodimni qizni chaqirib, "Man ketishim kerak, iloji yo'q. Va'da berib qo'yganman" desam, keyin qarab qo'yib, "Tikka turib ketasanmi?" dedi. "Farqi yo'q, man ketaveraman" desam, agar keyin bo'ldi bo'lsam olib beraman. 3 soat yo'l bor ekan, keyin 3 soat deyapman. 3 soat sekinroq yuradigan poyezd bor ekan, keyin tez yuradigan poyezd bor ekan. Farqi yo'q, qaysi biri erta ketsa shunda ketaman desam, tez yurar poyezd 10:47 ketar ekan, man уже soat 1:30 edi. Bo'ldi, farqi yo'q dedim. Keyin shunaqa ketyapmiz yo'lda. Assalomu alaykum. Hozir mana Pusanga yetib keldim. Mana aka mana olib ketyaptilar. Ko'pchilik tanimaydi bu akani. O'zbekiston auditoriyasi. Lekin Koreyada rosa mashhur aka. Ko'pchilik bu akani IT generali ham deyishadi. Rosa ko'pchilikka manfaati tekkan inson deb o'zim ham o'ylayman. Nimaki, hozirgi yoshlarni o'qishga jalb qilib, o'zlari Koreyadagi IT kompaniyalar ishga kirish darajasida o'zlari yordam berib, o'qitib, ishga kiritiladi-da. O'zlari bilan o'zinglar bir aka gapirib beradi. Hozir bu ukamiz Bo'stonga kelganlar. Demak, hozir shunaqa bir chiroyli bir joylarga yetamiz ukamizni. Mani eng yaxshi ko'rgan bir joyim bor. Qalb bilan ruhiyat uchrashadigan joy. IT yoki IT olami generali o'z eliga ukamiz bilan hozir casualty bir sayohat ham qilamiz, xudo xolasa. Lekin-da ukamiz aytgandek, Janubiy Koreyada juda ko'p qalblarni g'urbatdan chiqargan ana уже 54-55 nafar yurtdoshlarimizni chiroyli hayotini qurib olishda. Bizni hayotimiz chiroyli azizlar. Moliyaviy mustaqillikka erishganmiz. Mana tagimizda mana shunday qimmatbaho mashinalar. Hayotimiz juda ham go'zal. Allohga berdi shukr. Azizlar, Allohga hamma narsa oson ekan. Faqatgina chiroyli niyat qilishda o'rganishimiz kerak ekan. Va albatta Alloh xohlagan sabab oqibatlarni joyiga qo'ysak, sizu bizga qarzdorlik yarashadi azizlar, lekin u zotga yarashmaydi. Alloh buyukdir. Shuncha yo'l bilan mana ukamizni hozir shunaqa bir Bo'sandi ajoyib bir lokatsiyasiga yetamiz. U yerda hamma narsa bor. Bo'lmasa hozir ko'rsatamiz. Oxirigacha ko'ringlar. Mana o'sha joyimiz aynan mana shu joydan boshlanadi. Bu azizlar tog', bog', o'rmonni bir joyda olib kelingani. Voy, bu ko'z bilan ko'rsanglar, Shveysariya deysizlar lekin. Xuddi shunday. Aynan hayotda har bir insonda bir qiyin momenti bo'ladi. O'zi bilan o'zi qolishi kerak degan moment. Ana shu vaqtlar mana shu joyga ko'p kelaman. Va har safar kelganda Allohning go'zalligiga bir amin bo'lib ketaman. Qarang. Qanchalik bexato yaralgan har bitta daraxtni, bitta yaprog'i Allohning nazaridan qolib ketmaydi azizlar. Siz o'ylaysiz, Alloh meni yolg'izlatib qo'ydi. Alloh yolg'izlatishiga bir sabab bordir. Hamma narsa sabab oqibat. Bu hayotda hech nima besabab bo'lmaydi azizlar. Hamma narsa sabab oqibatdan iborat. Allohning taqribiylik qonuniyati yo'q. Hamma narsa ma'lum bir sabablarga borib taqaladi.
Shunaqa gap ba'zilar. Mana oynadan ham ko'rishingiz mumkin. Qanday go'zal, Manzara qarang. betakror tabiat. Aytishadi-yu, no comment, just watch deb. Aka, bu mashinani qancha bo'ldi olganingizga? Qanchaga oldingiz? Lekin вообще zo'r ekan, menga yoqdi lekin. Xullas, niyat qildim, olaman shunda. Inshaalloh bundan zo'rini olasiz, Xudo xolasa. Bundan zo'rini Alloh sizga nasib aylasin. Bu mashinamiz BMWni hop X3 degan sport komplektatsiyasi. M Sport Completation deydi. Haydaganda brutalnessni his qilasiz. Tog'da esa discovery'ni his qilasiz. Hamma narsa berilgan. To'g'risi bunga qadar ko'p mashina haydaganmiz. Lekin mana bunday qimmatbaho mashinani Janubiy Koreyaga kelganimizdan keyin mana 7 yil deganda oldik. Lekin olganda ham zo'ridan oldik. Hozir esa maza qilyapmiz. Tog'ga o'ynab kulib chiqib ketadi. Electric car. Lekin e'tibor bering. Electric car, lekin e'tibor bersangiz juda ham bir hatto mashinani tovushigacha chiqarilgan holatlar bor. Qo'l bilan boshqarishingiz mumkin. Sensorlar bemalol demak ishlaydi. Narxi qancha aka uni? Endi oladiganlar bo'lsa mabodo ichimizda. Narxi Koreyadagi narxini taxmin aytsangiz. 85 million won. Где-то bu 77-80 ming dollar degani. Lekin bizga bu mashina har doim mashina olganimda men yangiligi uchun pul to'lagim kelmaydi, brend uchun pul to'lagim kelmaydi. Koreyada odamlar mashina olib 5 ming, 10 ming kilometr yurgandan keyin mashinaning narxi tushib ketadi. Biz shundan faol foydalanganmiz. Biz где-то 50 ming atrofiga xarajat qilganmiz bu mashinaga. Lekin boshlang'ich narxi 80 ming dollar tashkil qiladi. Zavoddan chiqishi 80 ming komplekt. Da. Endi komplektatsiya oshgan sari qimmatlashib ketaveradi. Bu eng full komplektatsiyasi hisoblanadi. Buni bir ukamiz olib bergan. Bir ajoyib Jamshid degan Barlos Avtoga rahmat. Jamshidbek haqiqiy jaydari o'zbek yigitlaridan. Shu uka sabab juda ham optimal narxga tushib qolgan. Egasiga ham pul unchalik qiziq bo'lmagan holatlar bo'ladi. Baraka bo'lsa kerak menimcha. Shu mashinaga erishdik. Allohga berdi shukr. Demak, bu O'zbekistonda 2 barobar bo'lsa kerak baribir. O'zbekistonda bunaqa mashinalar qimmat. Shunday O'zbekistonga kirganda bilasiz, Porsche'lar bor, soliqlar bor, turli xil. Narxlari juda ham kosmetik o'sib ketadi. Biz buni O'zbekiston uchun emas, Koreya uchun, Koreyada mana shunaqa manzaralarni tomosha qilib yurish uchun oldik. Mana boya akani mashinasi. Dahshat ekan lekin. Ikamiz o'zlari. Hammaga nasib qilsin aka. Inshaalloh bundan zo'ri nasib qilsin. Bu bir temir. Bu bir temir. Bundan oshiq narsa emas. Buni Martin olsa ham olmaganda ham baxtli edi. Ko'p mehrni bunga qo'yib qo'ymang. O'zbek xalqimiz juda ham moshinchi xalq. Bekorga aytishmaydi, erkak kishini 4 narsasi bo'lishi kerak dedi. Biri ulov. Ilgargi zamonlarda ulov ot bo'lgan bo'lsa, hozir bu yo BMW yoki Merc. Lekin azizlar juda ko'p mehrni bunga bog'lab qo'ymang. Alloh nasib qildi, mana biz bugun mana shu mashinada haydab yuribmiz. Albatta chiroyli niyat, yana planlarimiz bor. Gelik olish niyatimiz ham bor. Aytishadi bekorga BMW zo'r mashin, gelik mingunga qadar dedi. Olmasak ham baxtiyormiz azizlar. Bu chiroyli bir niyat. Niyatdan qolmasligimiz kerak, meni fikrim. Atak mana shu mashin o'shig'idan ko'ra menga ko'p xizmat qilyapti. Haydaganda ham tejamligini aytsangiz endi qo'yavering. Elektrika. Bir ana bu zaryad bilan 200 kilometr bor yo'g'i 15 ming won bo'ladi. Kilometriga 50 wondan to'g'ri kelyapti. Bu deyarli hech qanday xarajat emas. Shuning uchun Martin ikkilanmasdan hamma yoqqa bemalol borishi mumkin. Lekin
xarajatni ham o'ylash kerak. Lekin azizlar, hozir ko'rib turgan narsaga ko'p ham ishonavermang. Bu joyga kelgunga qadar biz 7 yil umrimizni sarfladik. Ko'p insonlar bo'lurkanda va birdaniga bo'lishni xohlab qolishadi. Azizlar, hammasi paytapli. Qadam va qadam albatta erishiladi. Inshaalloh. Siz ham bundan zo'riga Xudo xolasa erishasiz. Inshaalloh. Manzaralar, Xudo xolasa ichkariga kirib ko'rsatamiz. Hammamizda iste'dod bor. Holi sizga butun umr berilgan. Mana shu iste'dodlarni birga kashf qilamiz inshaalloh. Manzarani qarang. Atrof muhitni qarang. Mana Allohning go'zalligi. Mana qayerda? Sokinlik. Вечность. Biz necha yil yashaymiz? Mana bu daraxtlar necha yil yashaydi? 300, 400 yil, 500 yil yashaydigan daraxtlar bor. Biz bu yerda hammamiz mehmonmiz. Chiroyli bo'lib, mana shu dunyoda mehmonligimizni chiroyli ado etishimiz kerak. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Kimdir bu dunyoni kir dunyo deydi, kimdir go'zal dunyo deydi. Men uchun bu o'tkinchi dunyo. Shu yerga kelibmizmi? Shu yerga kelganimizda bir buyuk xislat bilan yashashni odat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Shunaqa gap azizlar. Hozir mana Xondaga yetib keldim. Bekzod aka bilan ko'rishdik, sayohat qildik, intervyu oldik. Endi o'zim shu Kusandagi mashhur Xonda yo'q oldidagi dengiz bo'yiga keldim. Bu yerda hozir har xil karikatura, uchburchak piramida, shunaqa har xillarni yaratganda hozir. Shunaqa festival nimadir bo'lyapti. Ko'rsataman, u chet elliklar rosa ko'p hozir. Ko'rsataman. Odam ko'pligini qaranglar. Yaqindan kelib ko'rsa, pisha boshqacha bo'lar ekan. Juda chiroyli. Yaqindan ham sizlarni olib ko'rsataman. Hammaga nasib qilsin, sheylarga kelib, Koreyalarda o'qib, ishlarga kirib, chiroyli ofislarda, akkuratniy ishlarda ishlab, bemalol o'zini qoplab, moliyaviy erkinlikka chiqadigan darajada chiqinglar. Shunaqa joylarni sayohat qilinglar. Biz davom ettiramiz, o'z yaqindan borib ko'rsataman. Dengizni ko'ringlar, dengizni. Qumda ketyapman.
va cho'milayotganlarni ko'rib, mana rosa cho'milgim kelib ketyapti. Bu yerda kemalar suzyapti. Qizchalar o'ynayapti. Maza. Shu yergacha ko'rayotganlar bo'lsa, mana rosa aylandim o'zim ham maza qilib. Biletim qaytib ketishga Seulga 7:20gami shunaqa. Hozir bir 6 bo'ldi shekilli. Hozir turgan joyimdan metro o'sha poyezd vokzalgacha 1 soatcha yo'l. Borib bir tayyorgarlik qilib 20 minut kutib turaman. Ertaroq o'zim ham charchadim. Shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib quvvatlab qo'yinglar. U prosta qayg'ishni o'zim so'rashni yomon ko'raman. Bu like bossanglar, men haqiqatan yoqayapti deb keyinchalik chiqarishni boshlayman. Prosmotrlar ko'p. Почти 80% obunachilar obuna bo'lmay ko'rar ekan. Shuning uchun ko'rayotganlar bo'lsa, obuna bosib, like bosib qo'yinglar. Men kontent yaratishga davom ettiraman. O'zim dasturchi bo'lsam ham shu vlog olishni nimagadir yaxshi ko'raman. Shu videolar yasashni. Xudo xolasa yoqimli bo'lgan bo'lsa like bosinglar. Xayr.